Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, hurmatli mijozlar. Bugun 22 oktyabr 2025 yil. Aynan shunday rossiyskiy производстводagi batareyalarimiz geldi. Xorazm viloyati Shavot tumanida. Mana shu kotyollarimiz ham Farg'onaning mashhur ko'mir kotyollarına o'xshatib yasalgan. O'zlarimizni sexda chiqib turibdi. Kime qiziqarli bo'lsa kelaverasizlar. Narxlari bilan tanishtirsak, hozirgi kunda 6 million so'mdan berib turibmiz donasini. Hamma apparaturalari içinde. Bizda ayna Rossiyaning ko'mir katyollari. Zeus, Uragan, Premiums hammasi bor.